O'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida tug'ildi. Har holda bemavridroq bo'lsa kerak, kambag'al, bog'bonlik bilan kun kechiruvchi bir oilada tug'ilganman deydi u o'z tarjimai holida. Yoshim 9-10larga borgandan so'ng meni maktabga yubordilar. Maktabda 2-3 yil chamasi eski usulda o'qib, keyingi vaqtlarda oilamizning nihoyatda qashshoq kun kechirgani vajidan 12 yoshimda meni bir boyga xizmatchilikka berdilar. Xo'jayinim o'zi savdogar kishi bo'lib, o'rischa yozuv-chizuv biladigan odamga muhtoj edi. Shu ta'mi bo'lsa kerak, meni o'ris maktabga yubordi. 1912-yilda manufaktur bilan savdo qiluvchi bir kishiga yiliga 50 so'm barobariga prikazchik bo'lib kirdim. Shu miyonalardan bozor vositasi bilan tatarlardan chiqadirgan gazetalarni o'qib, dunyoda gazeta degan gap borligiga iymon keltirdim. 1913-yilda O'zbekcha Sadoyi Turkiston, Samarqand, Oyina gazetalari chiqa boshlagach, menda shularga gap yozib yurish fikri uyg'ondi. 1913-yilda chiqqan Padarkush ta'sirida Baxtsiz kuyov degan teatr kitobini yozib yuborganimni o'zim ham payqamay qoldim. Yana shu yilda teatrlarda chiqib turgan hikoya va romanlarga taqlidan Juvonboz otli hikoyachani yozib, noshir topilmaganidan o'zim nashr qilib yubordim. Nikolay taxtdan yiqilganidan keyin oddiy xalq militsiyasiga ko'ngilli bo'lib yozildim. 1918-yil boshlarida Eski shahar oziq komiteti boylar qo'lidan olinib, komitetning raisligiga o'rtoq Sultonxo'ja Qosimxo'jayev tayin qilingan edi va men mazkur komitetning o'zbekcha sarkotibligiga kirdim. 1919-yilning avvallarida Oziq komitetining ismidan chiqarilmoqchi bo'lgan Oziq ishlari gazetasiga muharrir bo'lib tayinlandim. Shu kungacha sho'ro idoralarida qilgan xizmatlarimni birma-bir sanab o'tishim uzoqqa cho'ziladirgan bo'lganlikdan bundan keyin muassasa ismlarinigina atash bilan kifoyalanaman. Rosto devori gazetasiga muxbir bo'lib, Ishtirokiyun va Qizil bayroq gazetalarida sotrudnik, Mushtum jurnalining muannisi va tahririya a'zosi bo'lib, to 1924-yilgacha mehnatkashlar manfaatiga xolis ishlab keldim. Shu o'tgan 7 yil orasida sho'rolar hukumati va firqadan bir og'iz tanbeh olmadim. Xulosa o'rnida boshqalarning xizmati daftar bilan sobit bo'lsa, mening xizmatlarim matbuot bilan ravshandir. Ishchi dehqonlar yozgan asarlarimni suyunib o'qiydilar va meni yozuvchilar qatoriga kirgazdilar. Meni hamon o'qirlar va unutmaslar. Bo'lg'usi adibning ilk ijodi 1913-1914-yillarda boshlangan bo'lib, dastlab u shoir sifatida qalam tebratdi. Uning ahvolimiz, millatimga, to'y kabi she'rlari Oyina jaridasida bosib chiqqan edi. U o'z millatini ma'rifatga chaqiradi. Ma'rifatparvar shoir va adib sifatida maydonga chiqadi. Baxtsiz kuyov nomli voqeasi Juvonboz, Uloqda kabi hikoyalarida ham o'z xalqini savodli, bilimli, madaniyatli va ozod ko'rish istagi sezilib turadi. 1924-yili Abdulla Qodiriy Moskvaga borib, jurnalistlar institutida tahsil oldi. Moskvadan qaytib, Mushtum jurnalida shtatsiz muxbir bo'lib ishlay boshladi. Uning Toshpo'lat tajang nima deydi va Kalvak Mag'zumning xotira daftaridan turkumidagi satirik hikoyalari ana shu jurnalda ilk bor bosilib bordi. Abdulla Qodiriy 1917-1918-yillardan boshlab O'tgan kunlar romani uchun material yig'ishga kirishdi. Moziga qaytib ish ko'rish xayrlik deydilar. Shunga ko'ra mavzuni moziydan, yaqin o'tgan kunlardan, tariximizning eng kir, qora kunlari bo'lgan keyingi xon zamonlaridan belgiladim. 1922-yilda birinchi o'zbek romanining dastlabki boblari Inqilob jurnalida chop etila boshlandi. 1925-1926-yillarda O'tgan kunlar 3 bo'lim holida kitob bo'lib nashr etildi. 1928-yil yozuvchining ikkinchi tarixiy romani Mehrobdan chayon nashrdan chiqdi. 1934-yilga kelib Abdulla Qodiriy qishloq xo'jaligi mavzuiga bag'ishlangan Obid Ketmon qissasini yaratdi. Undan tashqari u Gogolning Uylanish, Chexovning Olchazor va boshqa g'arb yozuvchilarining satirik hikoyalarini o'zbek tiliga tarjima qildi. Abdulla Qodiriy 1934-yilda bo'lib o'tgan Moskvadagi butun ittifoq yozuvchilarining birinchi qurultoyida qatnashdi. U Amir Umarxonning Kanizi, Namoz o'g'ri, Dahshat kabi romanlar yaratish orzusida bo'lgani ham ma'lum. Ammo bevaqt o'lim orzulari ro'yobga chiqishiga imkon bermadi.
Abdulla Qodiriy 1937-yilning 31-dekabrida qamoqqa olindi. Qamoqqa olingandan so'ng u shunday degandi: "Menga qo'yilgan ayblarni boshdan oyoq rad etaman. Haqiqat yo'lida hech qanday jazodan, qiynoqdan qo'rqmayman. Agar otmoqchi bo'lsalar, ko'kragimni kerib turaman." Abdulla Qodiriy 1938-yil 4-oktyabrda Toshkentda otildi. Uning asarlari 20-syezddan so'ng 1956-yildan boshlab yangidan nashr etila bordi. 1990-yilda Respublika prezidenti farmoni bilan Abdulla Qodiriy nomidagi Respublika davlat mukofoti ta'sis etildi. 1991-yilda esa Abdulla Qodiriyga Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti berildi. Hozirgi kunda esa bir qator ko'chalar, bog'lar, maktablar, kutubxona, mahalla va oliy bilimgohlar uning tabarruk nomi bilan yuritiladi.